shu yergacha kelgan. Tashqaridan nechaga kirdingiz? Ayolimiz Izraelda ishlaydilar. Bizni o'zbek ayollari shunaqa bardoshli, chidamli. Mana bu ayolimiz ham o'zi qon ketishga shikoyat qilib kelyapti. Qancha lichinga olsa-da foydasi bo'lmagandan keyin mana oxirgi nuqtaga kelganda bizga murojaat qiladi. Shu katta ekran to'ldirib turgan matka. Mana bular miyoma. Miyomalar. Mana ayolimiz miyomatoz tugunlari, mana ko'plab matkada, bunaqa miyomatoz tugunlardan matkada 20 tadan ortiq miyoma sanayapmiz. Har bir miyomalarning razmeri obычно ayolning matka razmerlariga teng. Matka kichik chanoqni